Assalomu alaykum qadrli parvoz aka-ukalar, hamma yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Mana kaptarlar aka-ukalar, o'tgan safarga qo'yilganlar hammasi sotilib ketdi. Buning ichidan o'zimga olib oldim deganim ikkita dumi qora, ikkita Eronda olib oldim. Qora boshdi. Mah, 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 mah. Dumi qoralarni ham berib boraman, o'ziga olib kirib ketadi bugun. Mah, mah. Agar ishqiboz bo'lsa 250 mingga beramiz. Mana shu ikkita dumi qorasi qolgan. Dumi kesma tiniq. Bekalari ham oppoq kaptarlar. Mah, mah. Mana o'zimni boqib turgan kaptarlarim. Chinni o gupsar modaga tushib olibdi. Mana bu qora gupsar modaga tushib olibdi chinni. Mah, 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 mah. Hozir batdan ikkita yana uchyapti. Hozir tebada ikkita bor. Bir jup ko'k bosh bilan shaxmat moda bor ekan tebada. Hali ikkida 8 ta haydovdim. Bitta dumi qora, bitta qoppon moda, qolgan 6 tasi Pokiston edi. Yangitda tushdi dumi qora bilan ular jupi. Qizil kalso yangitda tushdi. Modasi hozir tushdi. Ular Toshkent yarim soatda, mana qoppon moda yarim soatga borib-bormay tushib olgan. Qolgan ikkita ko'tarilib kirib ketgan omma. Mah, 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 mah. O, eronlar ham tuxumga harakat qilib yuribdi mana. Bularni sotmaganimning sababi berganda aytdiki, bular oshna, bularni men o'zim ko'zim bilan ko'rmaganman, uchirib ulgurmadim degan uchun sotmay olib qoldim bularni men. Qolgan hamma sotilganlar, xudo xolasa ishonchli. O'ynab uchadigan narsalar o'zini uchirib turgan kaptarlari ketdi. Mah, 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 mah. Bularni ichidan mana ikkita Pokistonda ham bitta Sherzod bergan do'stimiz olganlar. Endi maygacha, endi Rossiyadan kelguncha biznikida yurib turadi kaptarlar. Mana moda. Mana ular. Ularni ham qiyib qo'ydim bir yo'li. Haromilar. Xo'p, mah, 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 mah. Mana uni ham bir juplab beraman. Nariga. Buni sochlari yo'qoldi. Mana modani, Rampuri modani sochlari bilan jupida yo'qoldi. Mana Teddy narda modasi yo'qoldi. Endi tayyor parop bo'ldi o'zi. Juplab beraman. O'zi Teddy nar mana qorasi bilan jup bo'lib yuradi. Rampurining qorasi bilan, kichkinasi bilan jup bo'lib yuradi. Xo'p, anjon urug' chinnilardan 2 jup bo'ldi. Xudo xolasa unga bitta nar topsam 2 jup bo'ladi chinnilar. Soch bir jup, 2 jup bo'lardi, soch ham yo'qolib qoldi. Ali tayi qora nar yo'qolib qoldi. Ilgari kuni yo undan oldingi kunimi deykan. Haydovdim. Uchadigan Pokistonlarimga sherik bo'lib qolib, ko'tarilib, ozgina ko'tarilganga o'xshab ketib qoldi. Tushalmay qoldi, keyin topolmay qoldi. 1 minut ham o'tmasdan yo'qolib qoldi kaptar. Qaqa tushib ketganini ko'rmay ham qoldim. Qatga tushib ketdi bilmadim, lekin yo'qoldi xullas kaptar. Tayyor, tayida tuxumi bor edi. Hali yo'qolgan Teddy'da tuxumi bor edi. Xullas nasib qilmagan ekan, tashlab bordim keyin hammasini. Misilchalar yayrayapti. Iploslar. Qopponim ham rosa boqyapti bolani. Buni tayida mana qiyiq Teddy'di, mana kelgan Teddy'da tuxumi bor. Mashina tuxumi bor. Bir partiya mana yashil kalsoli. Yashil kalsoli taqib qo'ydim juvonachalarga. Ashini bolalari mashilar. Ikkovi yashil kalsolilar, mana ularning bolasi. Chinnilar ham, sochlar ham 1-2 kunda tuxum qo'yadigan.
Bular chubliga bitta chubli yo bitta chubsiz topsam, nariga olib kelib qo'shishim kerak mana u nariga. Kaptarlar gap yo'q, o'ynab uchadi, ko'rib uchirtirib olib kelgan buni o'sha kaptarni sottirgan do'stim berib ketgan bularni bolalatib turamiz. Inshaalloh o'zi qaytib kelganda omonatini qaytaramiz egasiga. Bu kaptarlar sotilmaydi, shunchaki tomosha chiqqan bolasini olib uchiramiz, xudo xolasa o'rgatib. Mashalar ham gap yo'q, parolyapti. O'zi ani qorasi bilan jupida. Mana ular. Shu ekan, ikkitani halidan beri osmonni oqtaryapman, topolmayapman-da. Ko'rsataman deb ko'zimga ilinib qolsa, videoga chiqadigan bo'lib qolsa ko'rsataman deb oqtaryapman, topib bo'lmayapti. Mana bir jup deydi bolalar, yashil kalso solib berdim deganlar. Vaqtinchalik bu kalso uchishni boshlasa, uchirishni boshlaganimda olib tashlayman bu kalsolarini. Prosta hozirga adashib qolmaslik uchun. Qopqonlarni bolasi ham katta bo'lib qoldi, chiroyli bo'lib qoldi, ammo gap yo'q, boqyapti katta. Endi tediyni bosib yotibdi mana. Ana ikki. Chotki. Etti ochib bersam, kirib ketadi kaptarlar. Bular ikkov, mana shu ikkov juplik ham qo'yishga kelib qoldi. Mana shu 1-2 kunda qo'yadi, xudo xolasa. Ataylanma. Yarama sanali tayi qora sochga mana modani topib kelsam haromi? Yo'qolib qoldi iflos. Mayli nasib bas ekan. Endi boshqatdan yana naroq taraman endi ana modaga. Mana jup tushyapti hozir unga boshqa topaman. Bu yomon uchadi bu kaptar. Rezultati o'ta qattiq kaptar, mashi kaptarda. Marg'iloniski chinni deydi buni. Mana tedinar mana u bilan jupida endi mana u moda yoqib, mana u modaga o'tib ketyapti. Qarochi mana uni tashab ketyapti. Mayli tashab borsa, mana nariga juplab qo'yaman uni. Dumi qora topib turib, tuxumini qo'yib olsam, hozir keyin mana nariga juplab boramiz. Mana tedinar. Ko'ryapman, juda ham tebada olib bo'lmaydi, olgan bilan chiqmaydi. Mana yerda kimdir ikkitasi o'tinlar uchyapti ekan, ikkita. Menimcha qo'shnini kishi kerak mana. Mana chinnilar. Bir anjon urug'am uchirib ko'rsatay sizlarga bir. Hadi yalang'oyoq haydaveramizmi? Bolalasin bular, bolalaridan chiqarib bir uchirib beraman, xudo xolasa. Mana sochlari. Sochda mana ko'zi og'riyapti ekan, anchadan beri og'riyapti ekan. Xronическийga o'tib qopti bu. Dori berishni boshladim, yaxshilandi, xudo xolasa buni ham tuzatib boramiz inshaalloh. Sababchisi bo'laydi, hamma shifo Allohdan, barchasi Allohdan, lekin sababini qilish kerak. Sababini qilsa yaxshi bo'lib ketadi. Mana boqyapti bolani. Bittasi chista otasini o'zi mana pastis, paypaqlari ham, qora dog'lari ham. Narigasi chista onasini o'zi. Dumida hattoki yormasigacha bir xil chiqyapti. Mana qora dum bilan Pokiston. Bu Pokistonlarda boshqa modaga, buni boshqa bitta dumi qoraga uramiz, xudo xolasa. Bo'ldi, bular yopildi katay. Mana qizil kalsonlar. Maytali ikkita uchayotganda bolalari, endi bu boshqasini bolasini boqyapti-yu, Rishtonga sotilganda bolalarini boqyapti, lekin boqyapti. Ana aytda qizil kalsonda o'zini bolasi bor, chiyilladi. Bir dona xolos.
Cho'ta uchaverib bolani naqa qilib qo'yapti, o'ldirib qo'yishyapti. Bular o'shaning uchun kaptarlarni endi qirqib boraman, qanotlarini uchirmayman. O'zi kelishib olsam bitta do'stimiz bilan xudo xolasa gaplashyapman. Agar kelishib olsam yaxshi pul qilyapti kaptarlarda, hamma Pokistonni chiqarib boraman. O'rniga men Qo'chqor olib kelib olaman 2-3 ta. Chiroyli summa taklif qilyapti oshnam. O'tgan yili bergan edim bu bolaga uchirgani. Ashi qizil kalsovdi. Ko'k boshli bolasidan o'tib qolgan ekan unga ham 1-2 jupdan. Unda modalar unaqa kuchli bas edi, modalar bu yilgida qattiq moda basdi, o'rtacha yaxshi uchardi-yu, lekin 3-4 soat rezultatli modalar edi. Bu safargilari ko'ryapsizlar, o'zlaring juda qattiq narsalar juplaganman. Mana qo'shni ham chiqaryapti. Hozir haydaydi 5 minut o'tar o'tmasdan qo'nadi kaptarlar. Ikkitani topolmayapman men osmondan, lekin osmon rosa chiroyli edi. Agar imkon qilsam hali qo'yaman tushayotganini, pasayganda sal olib, shomda tushadi. Endi shu bilan ular menimcha qorong'ida tushadi. O'shanda qo'yib beraman xudo xolasa. Aka-ukalar hamma o'zini ehtiyot qilsin. Yaxshi kunda ko'rishaylik, sog' bo'linglar akalar. Aka-ukalar